Ismim Faxriddin. Men Termiz iqtisodiyot va servis universitetining Qalqon guruhi sardoriman. Biz intizomni o'rganamiz. Har bir daqiqa, har bir harakat aniq va tartibli bo'lishi kerak. Boshqalarga ko'rinmaydigan mayda tafsilotlar biz uchun katta ahamiyatga ega. Darslar biz uchun muhim. Qalqon guruhi a'zosi o'zini rivojlantiradigan, bilimli va hushyor bo'lishi kerak. Sabr, diqqat va halollik bizga zarur bo'lgan sifatlar. Universitetda biz xavfsizlikni ta'minlaymiz. Kiyim tartibi, odob-axloq, binolarning holati, barchasini nazorat qilamiz. Bu orqali biz mas'uliyatni chuqur his qilamiz. Ba'zida ogohlantiramiz, ba'zida tinglaymiz va kerak bo'lsa yordam qo'lini cho'zamiz. Chunki biz oddiy nazoratchi emasmiz. Biz qalqon jamoasimiz. Biz namuna bo'lishimiz kerak. Qalqon guruhi bu shunchaki nom emas. Bu mas'uliyat, or va g'ururdir. Men faxrlanaman, chunki men Qalqon guruhlaridanman.